Avvalan bir assalomu alaykum barchaga. Xo'p, o'tgan darsimizda o'tkir tarqoq ensefalomielitni yuzaga keltirgan sabablari, etiologiyasi bilan klinikasini ko'rib chiqqandik. Endi bu safar tashxis, quyoshli tashxis va davolashni ko'rib chiqamiz azizlar. Qani boshladik. Tashxis asosan kit va MRT yordamida tashxis olib boriladi. Ba'zida PET zararli nishonlarni aniq ko'rsatib beradi. Bunda kitida esa tekshirish, ya'ni kompyuter tomografiyasida tekshiruvda perfokal shish bilan o'ralgan bir qancha gipotensiv o'choqlar aniqlanadi va ular yuborilgan kontrastni o'ziga singdirib oladi. Agar MRT gadolin kontrastini yuborib qilinsa, o'choqlarning giperintensivligi yanada oshadi. Chunki o'choqlar kontrastni o'ziga singdirib oladi. Bu esa o'tkir tarqoq ensefalomielitni uchun juda xos hisoblanadi. O'tkir tarqoq ensefalomielitda MRTda tekshirularda tarqoq sklerozdagi kabi yangi va eski o'choqlar ko'rsatilmaydi. Demak, tashxislashda PET, KT va MRT va klinik belgilarga qarab tashxislaymiz. Keyingisi qiyosiy tashxis. O'tkir tarqoq ensefalomielitni qiyosiy tashxislasak, bundan so'ng tarqoq sklerozga juda klinikasi juda o'xshash bo'lganligi uchun tarqoq sklerozda bilan qiyosiy tashxis amalga olib boriladi. Ya'ni bunda tarqoq skleroz ko'proq o'smirlik davrida va katta yoshda boshlansa, o'tkir tarqoq ensefalomielit esa asosan bolalik davrida rivojlanadi. Tarqoq sklerozda ayollarda ko'proq uchraydi. O'tkir tarqoq ensefalomielit esa ikkala jins egalarida ham bir xil tarqalgan. Keyingisi o'tkir tarqoq ensefalomielitda boshqa virusli infeksiya kasalliklari singari asosan iqlimning sovuq mavsumlarida, ya'ni noyabr-mart oylarida ko'proq uchraydi va har doim virusli infeksiyadan so'ng rivojlanadi. Tarqoq sklerozda esa mavsumga bog'liq emas, biroq virusli infeksiyalarning boshlanishiga ham turtki bo'lishi mumkin, ya'ni moyil bo'lishi mumkin. Undan keyingisi o'tkir tarqoq ensefalomielitda bir necha nevrolog simptomlar birato'la rivojlansa, polisemptom boshlanishi. Tarqoq sklerozda esa bitta nevrolog simptom bilan monosemptomdan boshlanishi xos hisoblanadi. Xo'p, keyingisi o'tkir tarqoq ensefalomielitda o'tkir paydo bo'lgan nevrolog simptomlar birdan yo'q bo'lib ketmaydi. Tarqoq sklerozda esa bugun paydo bo'lgan amavroz yoki ataksiya ertasi kuni yo'q bo'lib ketishi mumkin. Xo'p, keyingisi o'tkir respirator buzilishlar bilan boshlangan o'tkir tarqoq ensefalomielitda meningal simptomlar kuzatilsa, tarqoq sklerozda ular bo'lmaydi. Xo'p, tarqoq skleroz uchun afaziyalar, fokal epileptik xurujlar va ekstrapiramidal buzilishlar xos emas. Tarqoq sklerozda kontrast modda yuborib MRT qilinsa, kontrastni o'ziga singdiruvchi yangi o'choq va singdirmaydigan eski o'choq aniqlanadi. Lekin o'tkir tarqoq ensefalomielitda barcha o'choqlar bir xil paytda paydo bo'lganligi uchun kasallikning o'tkir davrida kontrastni o'ziga singdiradi. Ya'ni sug'urilib bo'lgan o'choqlarga esa kontrast singmaydi. O'tkir tarqoq ensefalomielitda likvorda limfositlar poliositoz doim kuzatilsa, o'tkir tarqoq sklerozda esa kasallik boshlangan va zo'raygan paytlarda kuzatiladi. Tarqoq skleroz uchun likvorda oligogalatan antitanchalar aniqlanishi juda xos, ya'ni 85-90% hollarda kuzatiladi. Qaytaraman. Tarqoq sklerozda likvorda oligoklonal antitanchalar aniqlanishi juda xos, 85-90% hollarda kuzatiladi. Xo'p, undan keyingisi davosiga o'tadigan bo'lsak, ya'ni o'tkir tarqoq ensefalomielitni avtoimmun yog'lanish kasalligi bo'lganligi sababli asosiy davolash vositasi bu gormonal terapiya. Dalillarga asoslanib tibbiyot ko'rsatmalariga ham bu kasallikni kortikosteroidlar bilan davolash yuqori samarali ekanligini ko'rsatadi. O'tkir tarqoq ensefalomielitda kortikosteroidlar xuddi tarqoq skleroz bilan kasallangan bemorlarni davolashdagi sxema asosida olib boriladi. Xo'p, aytib o'taman buni. O'tkir tarqoq sklerozni ensefalomielit o'tkir tarqoq ensefalomielitni metilprednizolon bilan tavsiya etish sxemasi. Xo'p, 1 va 5 kunlarda metilprednizolon dozasi 1000 mg, 6 kundan 8 kunlarda esa 80 mg, 9-11 kunlarida 60 mg, 12-14 kunlarda 40 mg,
15-17 kunlarda 20 milligram, 18-20 kunlarda 10 milligram. Bu yerda gormonoterapiya 6-kundan boshlab doring dozasi keskin kamaytirishga e'tibor qaratamiz. Bu sxemani qo'llashdan oldin boshqa a'zolar ham tekshirilishi kerak. Eslatib o'taman. Xo'p, kortikosteroidlar bilan davolashda juda erta boshlanadi va katta dozada beriladi. Bu maqsadda metilprednizolon kuniga 1000 milligramdan vena ichiga tomchilab yuboriladi. Ushbu doza 1-kundan 5-kungacha mobaynida beriladi. Keyingi kundan boshlab esa dorining dozasi kamaytiriladi. Metilprednizolon immun yog'lanish reaksiyalarini keskin kamaytiradi va nevrolog funksiyalarning qayta tiklanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Metilprednizolon yog'lanish sababli yuzaga kelgan shishlarni ham kamaytiradi. Virus etologiyali o'tkir tarqoq ensefalomiyelitda davolashda antivirus dorilar ham ishlatiladi. Masalan, asiklovir 1 kilogramm tana vazniga 10 milligramdan vena ichiga tomchilab 2 hafta mobaynida yuboriladi. Shuningdek, plazmaferez, interferon dorilar, siklospirin qilinadi. Tarqoq sklerozini davolashga qaratilsak bo'ladi. Bunda ham, ya'ni interferon dorilar, plazmaferez qilinadi, siklospirin qilinadi. Bakterial infeksiyali o'tkir tarqoq ensefalomiyelitda antibiotiklar qilinadi. Shuningdek, zaruratga qarab osmotik diuretiklar, analgetiklar, suv elektrolit almashinuvi hamda yurak va nafas faoliyatini yaxshilovchi dorilar qilinadi. Kasallikning o'tkir davri o'tgach, kamida 6 oy mobaynida reabilitatsiya muolajalari o'tkazilishi shart va kerak. Rejali tarzda metabolitlar, vitaminlar, aminokislotalar, antiagregantlar, antiholin esteriz dorilar qilinadi. Massaj va davolash mashqlari ham erta boshlanishi kerak. Ammo eslatib o'taman azizlar, fizioterapevtik muolajalar o'tkazish tavsiya etilmaydi. Xo'p, prognoz aytgan bo'lsa, prognoz to'g'ri va o'z vaqtida olib borilgan davolash muolajalaridan so'ng aksariyat bemorlarda to'liq funksional tiklanish kuzatiladi. Tiklanish davri bir necha haftaga cho'zilishi mumkin. Lekin noto'g'ri tashxis qo'yilib, noto'g'ri davo olib borilsa, tiklanish davri uzoqqa cho'ziladi, 1 yil, 2 yil va ba'zi funksiyalar tiklanmasligi ham mumkin. Xo'p, shu yerda darsimizni tugatamiz. Keyingi mavzumiz davom ettiramiz. Xayr, salomat bo'linglar. Shu bilan o'tkir tarqoq ensefalomiyelit darsimiz tamomlandi.